Ulan şöyle mesela 12 milyondan olib kelib, misol 30 milliongacha sotdik, misol qo'yig'i shu yo'q. Litvadan xunajlar kelganmiz. Bu yerdan Angus, toza Angus. O'rtacha 1 kilogramm hammasini aralashtirganimizda 3000 so'mdan tushyapti. Bu juda ham zo'r. Hozir o'shanda uchalasini aralashtirib bug'doy. Bug'doyimiz mana. Kilogramm 2000. To'g'ri. Qancha? 522 kilo. 522 kilogramm taliq go'sht. Shundaymi? Taliq. Bitta buqadan 12 million foyda qolishini bilarmidingiz? Mana bugun biz Farg'ona viloyati Yozyovon tumaniga keldik. Akalar, bugun sizlarga mol boqish usulining eng arzonini sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Eng birinchi bomba qilamiz. Like'larni bosib qo'yasizlar, xudo xolasa bunga o'xshash 900 kilo novvoslarni qanday yetishtirishni sizlarga ko'rsatib o'tib ketamiz. Jonivor. Xudo xolasa shu mol boqaman degan akalarga podlistlarni bosib jo'natib qo'yasizlar. Videoni oxirigacha ko'rasizlar. Yemlarini, narxlarini, qancha ketyapti, qancha oyda yetiladi, shu haqida ma'lumot berib o'tib ketamiz. Hurmatli tomoshabinlar, mana bugun biz Yozyovon tumanida Xayrullo akamiz olib kelganmiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Rahmat, Tanjoningiz salommi? Rahmat. Inshaalloh bugun mana shu buqalarni va mollarni qanday yetishtirish bo'yicha mutaxassis haqida sizlarga, ya'ni o'zlari to'liq ma'lumot beradilar. Aka, bizga bugunga qandaydir yaxshi, eng avvalambor insonlarga foydali nima ko'rsata olasiz? Birinchi boshidan. Birinchi boshidan endi mana bu Litvadan xunajlar kelganmiz. Bu yerdan Angus, toza Angus. Bu yerdan Angus. Litva davlatidan kelgan, Yevropadan kelgan. Xunajlikda olganmiz. Ya'ni yoshligida olgansizlar. Ha, yoshligida olganmiz. 12 milliondan hozir mana 7 oylik, 8 oylik bo'g'oz. 12 million so'mni olgansizlar. Ha, 7 million 8 million o'sha olganimizga 10 oy bo'ldi. Voy, bular yeyishini qaranglar buni. Voh, jonivor. Odam boqis keladi. Qarang, hozirda kelganiga 7 oy, 8 oy bo'ldimi yo 1 yil bo'ldimi? Bunga 1 yil bo'ldi. Bunga 10 oy 1 yil bo'ldi. 10 oy 1 yil bo'ldi. Bu zo'r. Men ham qiziqib ketyapman buni mol boqishga borgan sari. Qarang. Hozirda buni kilogrammlari. Bu bo'g'ozlarsa nima qilmaydi, misol qog'ozga qo'ymaydi. Biz o'zimiz naslchilikka nimaga olib kelganmiz. Maqsad ko'paytirish. Ha, ko'paytirish deganda men ko'proq eshitib qolganman. Bu chet eldan kelgan bu ya'ni mollari faqat urug'chilik bilan ko'paytirishadi deyshadi yo sizlarda unday emasmi? Novvos o'sha Litva davlatidan novvosini olib kelganmiz qo'shib. Litva davlatidan novvosini ham olib kelgan. Novvosini olib kelganmiz. O'sha qo'yib bola nima qilyapti, olyapti, qo'shtima 7 oy, 8 oyda o'zim bo'g'oz. Bunga misol uchun bir kun davomiyligida tartib qanday? Misol uchun yem, xashak, shunaqa. 2 mahal kepak beramiz, 2 mahal xashak beramiz. 2 mahal kepak, ya'ni oddiy kepakmi yo unda ham sizlarda tartib yana qandaydir sira bormi? Bug'doyli kepak endi, yorma. 2 mahal. Faqat bularga 2 mahal kepak beriladi. Boqma usullari ham bor, boshida ko'rsatib o'tdik. Boqma usullarida qanday? Bir mahal boqma usullarida shu 2 mahal yem beramiz. Ertaman 2,5 kilo, 2,5 kilo. Novvoslar olib o'tamiz. Hozir bizga boqma usulidan nech mahal yem berasiz? Qanday holatda? Bu obunachilarimiz uchun juda ham qiziq va boqaman degan akalarimizga ham juda ham foydali videorolik bo'ladi deyman-da. Ertaman panda paqirda, kichkina paqirchada, panda paqirda shu bitta silos olaman to'la. Orqasidan shu 2 kilodan oshiqroq yemim beraman. Aralashmada kunjara, bug'doy, hali makka dumbilligi. Makka. Hali video davomida uni ham misol uchun holatini ko'rsatib o'tasiz. O'shanda misolda aralashmada kunjara bo'ladi. 3 xildan aralashmada misolda 2 kilo beraman ertaman. Ertalab 2 kilo berasiz. 2 kilo berasiz. Kun davomiyligida 2 kilodan bir paqir silos 2 kilo yem. 2 kilo kunjara. Ertamanda. Hozir o'sha misol uchun kun davomida misolda 4 kilo, 4,5 kilo yetdi. Har bitta jonboshiga 4 kilo, 4,5 kilodan. To'g'rimi? Keyin bir mahal albatta beda beramiz. Bir mahal abetda. Beda. Ha, bo'ldi. Xo'p. Kechpayt
Ha? Kech payt, misol 10 ta novvosga bitta pris beda beramiz. Misol uchun 10 ta novvosga bitta beda pris beriladi. Beda pris beriladi. Ishtahasi zo'r bo'ladi-da. Hozir misol uchun yem kilogrammi o'rtacha qanchadan tushyapti? Arzonroq boqish usuliga qiziqing. Arzonroq boqish usuli shu endi misolni mashina misol necha yillardan beri tajribamizga kelib chiqmash aralashma beramiz. Aha. Yaxshi, olyapti effekt. Hozir o'sha holatda effekt zo'r. Yaxshi xudoga. 1 kilogramm o'shanda siz qanchadan tushdi dedingiz? Boya hisob. 3000 dan tushdik. O'rtacha 1 kilogramm hammasini aralashtirganimizda 3000 so'mdan 3000 dan tushyapti. kilogramm. Hozir mol boqaman degan, masalan, yangi boqishga qiziqqan akalarga siz qanday tavsiya bera olasiz? Qanday yo'nalishda, birinchi boshlanishida qanday yo'nalishda harakatlanishsin? Nima deysiz? Ya'ni shu misol o'sha kunjara, bug'doy, makka olmani shu aralashtirib bersa, yaxshi effekt oladi. Ertaman misoldan molga 2 kilo, kech payt 2 kilo. Abatiga bitta beda, misol 2 mahal misol yemdan keyin o'sha misol somon bersa, ma'qulroq. Yaxshi, siz qaysi zotlardan tavsiya qilasiz? Misol uchun tez semirtirish uchun Angus go'sht sohasi bo'yicha ham tez semiradi, tez foydaga kiradi. Albatta. To'g'rimi? Xudo shu misolni 12 milliondan olib kelib, misol 30 milliongacha sotdik, misol qo'yig'i suyug'i. Misol uchun 12 million so'mdan olib kelib, boya aytdingizki, akalar, boya biz gaplashganimizda jon boshiga 12 million so'mdan olib kelib, yil hisobida 18 million so'mdan tushdi dedingizmi, shundaymi? Yem bilan 6 milliondan yedi. Hammasi bo'lib 6 million so'mdan, misol uchun har bitta jon boshiga 6 million so'm rasxod bo'lgan. 30 million so'm undan da yuqori ham. Shular 30 million qo'yig'i suyug'i. Yana bir narsa, eng yuqori natija kilogrammga qancha bo'ldi? 522 kilo bo'ldi. Qancha? 522 kilo. 522 kilogramm taliq go'sht, shundaymi? Taliq. 4 pallaga. Ha, jon boshiga hisoblaganda o'rtacha qancha? 400 kilodan to'g'ri keldi jon boshiga. Misoldan, misol 350 kilo qilgani ham bo'ldi, 420 kilo qilgani ham bo'ldi, 480 kilo qilgani ham bo'ldi. Ya'ni misol uchun o'rtacha so'yilmasdan turib ham misol 900 kilo, 1 tonna degan narsalar ham bo'ldimi? Shunaqa holat. Bo'ladi. 1 tonnalik. Bular misoldan o'sha misol 5 kilo qilgan nonvoz, 450 kilo qilgan nonvozlarni tish buzgan yo'q edi hali. Aha. Tish buzgan yo'q edi. Ya'ni yoshiga yetgan yo'q edi. Yoshiga yetmasdan turib, ha. 500 kilogramm go'sht. O, akalar zo'r. Mana shu nonvozlar endi misoldan kichkinalari qolgan nonvozlar bular. Bu hozir yoshligida kelganimda, hali mayda bir 30 ta 40 ta mayda yurganlar shularmi endi? Mana shular katta kichkinalari bular. Ha. Hozir endi menga yem yo'nalishini ham bitta ko'rsatib o'tasiz. Mayli. Mana shu nima? Makka narxi misolni tayyor dumbul sotasi bilan deyiladi. Sotasi 2000 so'mda endi misol. 2000 so'm kilogramm. Kilogrammi 2000 so'm. To'g'ri. Xo'p. 2000 so'm. Endi bunday qilib mana maydalab olamiz mana. Drobilkada. Shu holat. Mana. Ko'ryapsizlar. Voy. Mana. Ikkinchi etap. Endi mana bu shu bug'doyimiz mana. Bug'doy. Bug'doyimiz mana. Hozir ya'ni Makkani sotasi bilan drobilkalab, bug'doyni drobilkalab, keyin kunjaramiz mana. Bu kunjara. Bu juda ham zo'r. Hozir o'shanda uchalasini aralashtirib, har bitta jon boshiga 4 kilogrammdan kuniga. Ertaman 2 kilo, kech payt 2 kilo. Ertalab, kechqurun 2 kilogrammdan. O'shanda bemalol kun bo'yi suvni ichib, dam olib. Masalan, o'sha 2 mahal o'tini yeydi. Bir mahal abiti beda yeydi. Misol uchun o'tga nima somon berasizmi yo? Somon-da. Shu somon bilan nimani tilabigadan chiqarib olamiz. Ba'zi bir joylarda boya kelganimda aytdingiz, silos ham beriladi dedingiz, bir paqir. Bir paqir bu paqirda mana. Hop, bir paqir silos beriladi, to'la. Jon boshiga bir paqir. Bir paqir silos. Bir mahal 2 kilogramm. Ya'ni aralashgan. Misol kunjara shu Makka orasida 2 kilogrammdan, ya'ni 4 kilogramm bir mahal. Keyin 2 mahal o't. Juda ham yaxshi. Juda ham tartib bo'ladi o'shanda.
qayerda yoniga borib qiyngarchilik bo'lmaydi. 100 ta bo'lsa ham bemalol yetkazsangiz bo'laveradi. Albatta. Aka, boringizga shukr. Inshaalloh obunachilarimiz nima deydi? To'liq ma'lumot oldi degan umiddaman. Inshaalloh avlikollarga kelamiz. Hali katta bo'lganda avlikollarga kelamiz. Bo'ldi. Ko'p sizni bezovta qilib turamiz. Bo'laveradi. Avlikollardan shu 16 million 300 mingdan olib keldik aka. 16 million 300 ming so'mdan. Hozir bu avlikol olib keldim dedingiz a? Avlikol olib keldik. Nech bosh? 34 bosh. 34 bosh avlikol. Bu ham go'sht yo'nalishi bo'yicha. Albatta go'sht yo'nalishi bo'yicha. Xo'p, akalar, inshaalloh bu 34 bosh avlikol kelgan. Keyingi video roligimizni kutib qolasizlar. Uning uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'yasizlar, chunki avlikollar haqida ham hozirgi holati. Vesiga qancha olib keldingiz? Vesiga shu 350 360 dan aylanadi. Mana shu tirik boshi 350 360 kilogramm. Xudo xolasa sizlarga bir oy davomiyligida kelamiz va bularni shu hozir ko'rib turibsizlar. Shularni ko'rinishi, qanday holatda boqilyapti, shu haqida ham videorolik tayyorlashga harakat qilaveramiz. O'tkazgan vaqtlaringizga akalar rozi bo'lib qo'yasizlar. Shunday videoroliklar qiziq bo'lsa, kommentariyada o'z fikrlaringizni kutib qolamiz. Rahmat.